Bugun mahallalarda yoshlar bilan ishlashda keksalarning rolini oshirishga qaratilgan yaxshi tajriba yo'lga qo'yilgan. Ana shu maqsadlarga qaratilgan bir nuroniy 10 yoshga mas'ul ko'rik tanlovining respublika bosqichi Namangan viloyatida o'tkazildi. Tanlovda faol nuroniylar yoshlar bilan ishlashdagi yutuq va tajribalarni namoyish etdilar. Davlatimiz rahbarining qarorlarida nuroniylarning jamiyat hayotidagi faolligini oshirish, yoshlar tarbiyasida ularning boy hayotiy tajribasidan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan. Prezidentimiz tashabbusi bilan o'tkazilayotgan bir nuroniy 10 yoshga mas'ul ko'rik tanlovi ham an'anaga aylandi. Bu galgi respublika bosqichining aynan Namangan viloyatida o'tkazilayotgani ham bejiz emas. Boisi Namanganda bu borada o'ziga xos tajribalar to'plangan. Davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda olib borayotgan sa'y-harakatlari tufayli tarbiyasi og'ir, ma'naviy ko'makka muhtoj, uyushmagan, ishsiz yoshlarning ajrim yoqasida turgan yosh oilalarning muammolarini hal etayotgani quvonarli. Tanlovning respublika bosqichi ochilish marosimida so'zga chiqqanlar bu borada amalga oshirilayotgan ishlar samarasiga alohida to'xtaldilar. Shundan so'ng Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar mahallalari g'oliblari birinchi tanishtiruv sharti bo'yicha bellashdilar. Xalq ishida bir necha yillab olib borgan halol pokiza mehnatini yoshlarga namuna qilib ko'rsatyapti. Elimizga, yurtimizga, mana shunda buyuk davlatimizga xizmat qilish uchun bellashyapmiz. Men mehnat qilayotgan Jarqo'rg'on tumanidagi eski qishloq mahallasiga menga berkitilgan 10 ta yoshni berkitib qo'yibdi. O'z faoliyatim davrida ish topolmay yurganini yangi ishga taklif qilib bularni hayotga faolligini kengaytirdim. Bularni hammasini men mehnatga yo'lladim. 14 nafar ishtirokchi mazkur tamoyil asosida olib borayotgan ishlari va ularning o'ziga xos samaralari, ish tajribalarini ko'rsatib berishdi. Ikkinchi shartda ular tomonidan tayyorlangan albomlar hay'at tomonidan o'rganib chiqildi. Nuroniy murabbiylarning mehnatlarini rag'batlantirish, faxriylarning ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlashda bu kabi tanlovlarning ahamiyati katta. Yoshlar tarbiyasiga ahamiyat berish, ularning milliy qadriyatlarimizdan keladigan odabiga qarashimiz kerak. Ularning xulqiga qarashimiz kerak. Demak, hamkorlikni kuchaytirsak, hammamiz ham keksa avlod vakillari shunga e'tibor bersak, ularning odabini, axloqini qaraydigan bo'lsak, albatta ishlarimizda bir yaxshi yakunlar bo'ladi. Ishtirokchilar 3-shartida ham faol qatnashdilar. Unda har bir hududning o'ziga xosligi, nuroniylarning ish tajribasi namoyon bo'ldi. Tanlovda 10 ta nominatsiya bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Birinchi o'rinni oldim. Hozir juda ham hayajondaman. Boisi bu ko'rik tanlov nuroniylarga berilgan baho juda ham o'zimizga katta bir taassurotlarni oldik. Ish tajribamizni almashdik. Keyin kelgusi yilda qiladigan faoliyatlarimiz haqida fikrlashdik. Muhtaram yurtboshimiz mana shu biz nuroniylarga juda ham ishonch bilan mana e'tibor beryaptilar. Biz yurtboshimizni mana shu bizga bergan e'tiborlarni oqlaymiz. Prezidentimizning yuksak ishonchini oqlash yo'lida fidoyilik bilan mehnat qilib kelayotgan, mas'uliyatli vazifani sidqi dildan uddalayotgan eng jonkuyar, eng faol nuroniylarning sharafli va mas'uliyatli vazifani a'lo darajada uddalayotganliklari esa xalq farovonligi yo'lidagi islohotlarga hamisha kamarbasta bo'layotganliklari dalolatidir. Voqealar rivojini bizda kuzatib boring. Yana efirda ko'rishguncha xayr.